Assalomu alaykum aziz do'stlar. 800 mingta obunachisi bor kanalimiz keldi do'stlar. Deyarli 1 milliondek gapdi. Bu ham o'ylab qarasanglar, 800 mingta obunachisi bor. Oylik daromadi do'stlar $200 pul ishlayapti kanalimiz. Endi tinmay video qo'yib, mehnat qilib, yaxshi videolar qilib borsanglar, xudo xolasa mana oyiga ko'rib turibsizlar, $269 pul ishlayapti. Xo'p, bitta oldingi oydan bitta qarab qo'yaylikchi. Xo'p, bitta oldingi oyimizda $97 pul ishlayapti. $97 ga qanchaga? 386 ming prosmotrga $97 pul ishlagan. O'zi bir ikki oy bo'libdi kanalda monetizatsiyasi yonganiga do'stlar. Lekin yaxshi kanal qaranglar, $269 oyiga ishlayapti. Endi yurg'izishda ham yurg'izishi bor do'stlar albatta. Staj bo'lishi kerak, albatta bu joylari bor. Buni hisobga olasizlar. Mana kanalimiz xullas pul ishlaydi. Tayyor, hamma yo'g'i cho'tik kanal mana. Sotuvga keldi. Oylik daromadi $200, $100 ishlang siz mana 200 emas, $100 oyiga ishlang. Yangi boshlagan bo'lsangiz yoki stajingiz bo'lsa, normal oyiga $100 ishlasangiz. Mana kanalimiz xullas arzon bozor deb nomlangan kanal. Xo'p, videolari eng ko'p 45 ming ko'rilgan, ikkinchi May Malibu, Captiva, xullas asosan mashina bozor. Endi mashina bozorda asosan chet eldagilar ko'rgan hisobiga daromad ko'proq bo'ladi-da. 1-May kuni AdSense ulangan ekan. Kanalda ichida menimcha AdSense yo'q do'stlar. Olgan odam o'zlari AdSense ulab olish kerak edi. Endi o'zini shaxsiy AdSense bor. Bunday kanallar staji bor odamga sotiladi. Yangi kirib kelganlar, umuman ijtimoini bilmaydiganlar, ularga sotilmaydi. To'g'risi gap, chunki bu katta kanal, oylik daromadi ham normalni ko'rib turibsizlar. Endi normalniroq qilib olsa ham bo'ladi yana. Endi bu stajga bog'liq, bilasizlar bu narsani. Aytib o'tirsam, bu faqat staji borlarga sotiladi do'stlar. Staji borlarga oylik daromadi ham yaxshi. Xo'p, qani bitta ko'raylikchi, narx qancha ekan kanalimiz. Xo'p, kanalimiz narxi 2950 ekan. Konkret oladigan odam bo'lsa do'stlar, gaplashamiz. Mana pulim naqd ishtir desa, masalan, kelishamiz do'stlar. Endi $1000 beraman turmaydi deb aytib qo'y. $1000 ga bermayman bu kanalni. $1000 kanal emas bu. Endi oldin aytib qo'ygan yaxshida, shunaqa klientlarimiz borda. 1000 beraman deydi. Baribir sotmasligimiz biladi, yozaveradi. Har kun yozaveradi. O'zinglar vaqtinglar olmaydi. Javob bermayman keyin aytib qo'ying. Bu konkret kanal ko'rib turibsizlar. $2950. Konkret oladigan odam bo'lsa, narxini kelishamiz, ko'rishib, bemalol o'tkazib olaverasiz. Bu bo'yicha muammo yo'q. Hammasi bo'yicha bilasizlar, bizda ishonchli do'stlar. Xo'sh, ushbu kanalimiz sotiladi aytib o'tganim. Oylik daromadlari yaxshi mana, ko'rib turibsizlar. Hamma yo'g'i yaxshi. Endi bu yoqda bitta odam bo'lsa ekan, bir chiroyli kontentlar qilib, videolar qilib, staji bor odam bo'lishi. Lekin qaranglar, bu staj talab etiladi do'stlar. Staj yo'q odamga men kafolat bermayman kanalda. Staji bor odam egasi bilan ko'rishtiramiz, konkret gaplashib, o'rtada biz endi o'rtada nima desa bo'ladi. O'zimiz summamizni olib qolamiz, bo'ldi, egasini tanishtirib qo'yamiz, kanalda ko'rishib, oldi-berdi qo'laveradi. U bo'yicha muammo yo'q. Lekin staj muhim. Yangi boshlaganlar $3000 ga masalan olib, 3000 emas, ya'ni 2900 arzon qilib beramiz. 3000 ga olib, kanal yopilib ketib, hamma yo'q nol qilib tashlab, bu kerak emas bizga. Stajlar bormi, oylar, marhamat. Shunaqa do'stlar. Aniq oladigan odam bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqasizlar. Kanalimiz raqami necha ekan? Kanalimiz raqami 114 do'stlar. 114-kanalda olmoqchiman. Konkret gaplashib ko'rishamiz sizlar. 99 791 32 32. Telegramdan aloqaga chiqinglar. Salomat bo'linglar.